Assalomu kanalimiz muxlislari, mana bugun inshaalloh sizlarga horlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Narx-navosi, razmerigacha. Ko'pchilik muxlislarimiz tomonidan aytishmoqchi bo'lyapti. Videomiz 2026-yil 16-iyul kuni video olinyapti. Narx-navomiz o'zgarib turishi mumkin. Horlarimizni fondik konter mahsulotdan foydalanib to'qib beramiz. Tepa pastidagi profili 6x6 profil. Stenkasi 308 bo'ladi eng kamida. Bo'yin uzunligini siz aytgan razmeriga tayyorlab bera olamiz. Ichi mana bu ko'rinishda zigzag usulda to'qiladi. Horimiz eni bu boshidan bu boshgacha 25, 30, 35, 38 ga doğru bo'ladi, puli o'zgarmaydi. Horimiz 1 metr 170 ming so'mdan 200 ming so'mgacha to'qib beryapmiz. Nimasi farqi bor degan insonlar uchun aytib o'tamiz. Pastidagi 6-6 butun bo'ladi. Tepasida 6-6 2 metrdan chok bo'ladi. 170 ming so'm. Chokdan xudo xolasa muammo bo'lmaydi. O'zimiz planka qo'yib, kontor qilib chiqaramiz. Bor bo'yiga olsangiz 11.70 ga. 5 chok 180 ming so'mdan. Yo, menga razmeriga kerak 7 metr, 8 metr deydigan bo'lsangiz, bir dona chok bo'ladi, 185 ming so'm. Yo'q, shu bitta ham chok bo'lmasin deydigan bo'lsangiz, 200 ming so'm tayyorlab beryapmiz. Horlarimiz xudo xolasa 7-8-9 metrgacha bez ustun loy, tom, patolog bilan ko'tarib turibdi. Shu vaqtgacha inshaalloh muammo bo'lgan yo'q. Horimiz mana ko'rinishda ham bemalol tayyorlab bera olamiz. Bu horimiz andijonlik klientimiz tomonidan zakaz qilishgan. Razmerlari bu boshidan bu boshgacha 54 sm, uzunligi 7 metr. Bez ustun turadi. Ichi oddiy zigzag usulda to'qilgan. 5 chok, metrini 240 ming so'm to'qib beryapmiz. Endi siz aytishingiz mumkin, 10 metr joyim bor yoki 13 metr joyim bor, bez ustun qilmoqchiman desangiz, albatta tayyorlab bera olamiz. Bu horimiz qo'sh hor deyiladi. Hozir chiqarib oldik. Videomizga kirib ko'rsangiz, qolgan videolarimizda qo'sh horlarda to'liq obzorini chiqarganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Qo'sh horimiz, ikkita horimizni tikka qilinadi tag'in 5 ta joydan qo'shib beramiz, tushunarli bo'lishi uchun. Uni metr 380 ming so'mdan yana tepaga qarab ketaveradi. Mana ko'rinishdagi 50 holimizni ham qo'sh horiq qilib bera olamiz. Uni metri 500 ming so'mdan to'g'ri keladi. Albatta bu videomiz davomida narx-navomiz ham albatta vaqt ta'siridan o'zgarib turishi mumkin. Bemalol telefon qilib aloqa chiqsangizlar, narx-navomiz qanday holatda bo'lsa, sizlarga hisoblab chiqarib beramiz. Konterimizda barcha turdagi mahsulotlar sotuvda bor. Bemalol telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Mana bu ko'rinishdagi 230 lik laygamiz bor. 3 xil bo'ladi. Ko'pchilikga kelib bo'lgan sababidan narx-navo haqida va razmerlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Arzon holatdagisi bor. Bir tomoni katta, bir tomoni ozgina kichkina bo'ladi. Bo'yi 230, senasi 308 bo'ladi. Bir donasini 80 ming so'm beryapmiz. Bu horimizni razmerlari bo'yi 230 bo'ladi. Ikki tomoni devor teng 4 bo'ladi. Stenasi 308. Bir donasini 85 ming so'm beryapmiz. Ulotlari chotki. Ustunlik kerak degan insonlar uchun mana bu ko'rinishda ustunliklarimiz bor. Razmerlari 10 ga 15 bo'ladi. Bo'yin uzunligi 230, stenkasi ham bu ham 308 bo'ladi. Siz aytgan razmerga yasab bera olamiz. Metri 135 ming so'mdan. O'rg'a lagalarimiz bor. Bir donasi 90 ming so'mdan. Bemalol 3 lagamizni ham ustun, strapilar, laga qilib foydalansangiz bo'laveradi. Mana bu ko'rinishda 4x4 profilimiz ham sotuvda bor. Holatlari chotki, 4x4, bo'yin uzunligi 260 bo'ladi. Bir donasini 46 ming so'm beryapmiz. 6x4 so'ragan insonlar uchun ham sotuvda bor. Bo'yin uzunligi 260, bir donasini 68 ming so'm beryapmiz. Rekalik kerak degan insonlar uchun mana bu ko'rinishdagi kapalagimiz bor. Bo'yi 230, bir donasini 28 ming so'm beryapmiz. Bemalol mana bu ko'rinishda nevesilar uchun reka qilib foydalansangiz bo'laveradi. Ko'pchilik insonlar so'rashadi, horini ichiga solmoqchiman deydi. Mana bu ko'rinishda tayyorlab beramiz. To'sni ichiga tushadi. Bu X shaklda bo'lgan. Oddiy zigzag usulda mana bu ko'rinishda to'qib bera olamiz. X shaklda ichiga to'sin tushadigan bo'lsa, metrini 230 ming so'm tayyorlab beryapmiz. Yo, oddiy zigzag bo'lsa, ichiga to'sin tushsin deydigan bo'lsangiz, 185 ming so'm tayyorlab bera olamiz. Mana ko'rinishda poltoqtalarimizni hamyon bo'lgan poltoqtalarimizni obzorini qilib beramiz. Kimgadir kerak bo'ladi albatta. Razmerlari 0.63 ga 1.63 bo'ladi. Bir donasini 80 ming so'm beryapmiz.
Mana ko'rinishdagi g'amizdan bir poltaxtamiz. Razmerlar 1.16 ga 1.39 bo'ladi. 1 kvadratni 80 ming so'm. Albatta siz aytgan razmerga chiqadi. Kelib bemalol o'lchab, savdolashib ketaverasizlar. Qotib qo'ymash uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Kanalimizda ba'zi bir xato kamchilik uchun uzr so'rab qolamiz. Hammaga rahmat.